Atayurt Cemiyetining raisi Serikcan kimligi noma'lum kishilarning tahdidiga uchirdi. Sharqiy Turkiston davosini Qozog'istonda ilib berayotgan Atayurt tashkilotining kimligi noma'lum kishilarning tahdidiga uchirganligi bildirildi. Qozog'iston xabar agentligining xabar qilishicha, 9 mart Atayurt tashkilotining Olmaotadagi markazida o'tkazilgan yig'inga 4 er kishi kelgan va qalayimqon savollarni so'rab tahdid selishga uringan. Orqadan qochishga uringanda ularning biri tutilib soqchiga topshirib berilgan. Vaqadan keyin jiddiy bayonot e'lon qilgan tashkilot raisi Serikcan, "O'lsak shahid, hayot qolsak g'ozi. Bizning qo'g'duvchimiz Allohdir. Bizga tahdid solg'ili kelganlar bizni qo'rqita olmaydi, da'voyimizni yondira olmaydi" dedi. To'xtab qilish 24 soat damlashgandan keyin Venezuela doiralari bu hujumning Mike Pompeo boshchiligidagi Amerika doiralari tomonidan qilinganligini uqtirdi. Bulan talonlarning maydonga kelishi va hafta oxiri kelishi bilan Venezuela ko'chalaridagi jiddiychilik hech ko'rilib boqmagan darajaga yetdi. Shuning bilan bir vaqtda o'qituvchi rahbar Guaido yig'in echish va xalqni ko'chalarga chaqirishni davomlashtirdi. U voqeaning hafta oxiriga to'g'ri kelishi sababli ilgari faoliyatlarga qatnasha olmaganlarning ko'chalarga chiqishi va zo'ravonlik voqealarining texmi yuqori chekka chiqishi mo'ljallanmoqda. Xitoyning Henan o'lkasi Jingzhou shahridagi dunyoga dangliq olma shirkatining mol bilan ta'minlaguvchisi bo'lgan Foxconn uchun vositachilar tomonidan iPhone zavodiga ishchi qabul qilish e'lon chiqarilgan. E'londa ochiq qilib, Xoyzu, Tibet va Uyg'urlar uchun bu e'lon kuchga ega emas deb yozilishi diqqat tortdi. Ma'lumotlarga asoslanganda, Foxconn shirkati juma kuni bu ishga qarata bayonot e'lon qilgan bo'lib, vositachi haqida tekshirish olib berayotganligi, ishchi qabul qilishda ayrimchilikdan saqlanishi kerakligi, yerlik doiralarni bu xil qilmishlarni to'xtatish haqida ogohlantirilganligini bildirdi. Aljeriyada davlat raisi Abdulaziz Bouteflikaning 5-qatim nomzod bo'lishiga qarshi poytaxtda o'tkazilgan namoyishlarda 122 soqchi yaralandi. Qarshilik harakatlarga qatnashganligi sababli 195 kishi qo'lga olindi. Yevropa Ittifoqi tashqi chegaralarining mudofaasi uchun Bulgariyaning chegara soqchilariga 70 dona Brunvik yordam qildi. Bulgariya Ichki ishlar ministrligining bu haqda e'lon qilgan yozma bayonotida 3,6 million yevro qiymatidagi bu avtomobillarning Bulgariyaning Yevropa Ittifoqiga tabe bo'lmagan qo'shinlari Turkiya, Sibiriya va Shimoliy Makedoniya chegaralariga yaqin joylardagi xodimlar uchun ishlatilganligi bildirildi.